На каком языке говорит имам, если большинство прихожан тоджико бисёран дар масҷид? Барои ҳамаи тоҷикӣ гап задан даркор. Неке тоҷикӣ қинай, зиро у забони тоҷикӣ турки нест. Тәжіктердің фарстардан бітті өткен Саади Ширази деген алым бар. Кім деген? Саади Ширази деген алым өткен данышман мындай дейді. Ey hoca, çaro dar in dünya bexabari. Ey hoca, çaro dar in dünya bexabari. Ne için bu dünyanın haberin yok? Dağıyla bu dünyanın düşünmeysin. Ruzani şaban der talebu si muzari. Gece gündüz altın gümüş menen aleksin. Altın gümüş, alkezde altın gümüş aksayılıp da dinar dirham eder. Azır gece gündüz som deysin, sum deysin, euro deysin, dolar deysin, rubl deysin. Sermaye-i tu der in cihan yak kefenes. Sen kanca altın, gümüş, dolar, euro dep çurkavağın, bu dünyada senin apkede durgan bir elin ersen var. Sermaye-i tu der in dünya yak kefenes. Bir kepinin var. Ceşuba men ketesin. Kojunu ikip ketesin. Ahiretken ne ikip ketesin? Bir kepinin var. Bir dastana Ebu Hanife رو بشنوید. امام اعظم عرب نبوده، تاجیک بوده. امروز نزدیک 700-800 میلیون مسلمان در جهان پیرو مذهب حنفی هستند. من دعا العصبية ليس منا. ليس منا من دعا العصبية. Tojiy deydi, qozoq deydi, qirg'iz deydi, u deydi, bu deydi. Odam ajratish bo'ladi. Shu yerda bor birodarlar. Shu yerda turgan insonlarimiz ichida shunaqa insonlar bo'ladi. Tojidan qiz olmaydi yoki tojiga qiz bermaslik kerak yoki mana uni farosati past, bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asabiyani, millatchilikni talab qilgan bizdan emas degan. Tushundingmi? Salmon Farsiy fors dedi. Lekin sahoba edi. Qani turkdan sahoba chiqdimi? Chiqdimi turkdan? Forslar hozirgi tojiklar. Ular kerilib yursin tojiklar. Bizlardan sahoba chiqqan bo'lsin. Sahoba chiqqan, Salmon Farsiy forslik bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldagi haqni izlab borgan bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Mana bundan bo'lgan insonlar degan Salmon Farsiy aytdi. Agarki iymon Surayyo yulduzida bo'lsa ham bular topib boradi. Ular o'sha iymonga erishadi degan. Salmon Farsiyga berilgan bu va'da. Boshqa sahobalar ham bor edi shu yerda. Arab, ajam bo'lgan boshqa sahobalar boshqa joydan kelganlar, ularga va'da berilmadi. Salmon Farsiyga berildi. Millatchilik talab qilinmaydi, millatchilik qilinmaydi birodarlar. Otang, onang bir bo'lsa, nasling, asling bir bo'lsa, nima endi millatchilik qilasan?